Munisa Rizayeva haqida siz bilmagan 3 ta shok fakt. Birinchi, million dollarlik sarmoya, san'atdan tashqaridagi imperiya. Ko'pchilik Munisani faqat xonanda deb bilsa-da, u aslida o'zbek shou biznesidagi eng muvaffaqiyatli tadbirkor ayollardan biri. Uning asosiy daromadi faqat to'y xizmatlaridan emas, balki ko'chmas mulk va xalqaro biznes loyihalaridan keladi. Mishmishlarga ko'ra, uning shaxsiy brendi ostidagi loyihalarga tikilgan sarmoya million dollarlik dovondan o'tib ketgan. Ikkinchi, diplomatiya va huquq. Sahnadagi huquqshunos. Munisa Rizayeva nafaqat professional vokalist, balki Londonning nufuzli oliygohida huquqshunoslik law yo'nalishida tahsil olgan. U o'z shartnomalarini va huquqiy masalalarini shaxsan o'zi nazorat qiladi. Men advokat bo'lishim mumkin edi, lekin yuragim musiqani tanladi, deydi yulduzning o'zi. Uchinchi, kutilmagan vatan sog'inchi. Nega aynan hozir? So'nggi vaqtlarda Munisa o'zining xorijdagi hayoti va sayohatlarini ko'p ko'rsatayotgan bo'lsa-da, u eng katta loyihalarni ayniqsa O'zbekistonda amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Eng qizig'i, u yaqinda o'zining shaxsiy hayotidagi eng katta sirini, farzand kutayotganini va hayoti butunlay o'zgarish arafasida ekanligini e'lon qilib, butun internetni yondirib yubordi.